Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan chastotnikka motorni ulashi va ilk sozlamalarni qilishni yoki shuni umumiy aytsak, bazaviy ulanishini, eng oddiy bazaviy ulanishini ko'rib chiqamiz. Mana chastotnik 11 kilovatli. 11 kilovat chastotnik. Mana ko'rishingiz mumkin, bu 7,5 kilovatlik 1,5 ming оборот minutli mana nominal toki 15 amperlik asinxron elektr dvigatel yoki qisqa qilib motor deymiz. Mana shu motorni demak chastotnikka ulab rotor tezligini 0 dan xohlagan qiymatga qo'yishni ko'rib chiqamiz. Xo'p, mana chastotnigimiz albatta bu 3 fazali, kirishi ham chiqishi ham. Bunga albatta pitani beramiz mana. 3 ta fazani berdik va chiqishini olib kelib motorga uladik. Mana shu hozir korobkadan ochilib ilk mana yoqilishi. O'zingizlarning guvohligingizda ilk yoqamiz hozir. Mana pitaniyani berdik, kirish kuchlanishini, ekrani yondi. Mana shunaqa holatda turadi. Bu 11 kilovatli bo'lgani uchun 11 kilovat bo'lgani uchun quvvati ham zavodskoy по умолчанию deydi-yu, по умолчанию 11 kilovat uchun mos bo'lib turgan bo'ladi. Xo'p, mana buni qo'llanma kitobchasi, manual deymiz, demak U-Power brendini 900M seriyali chastotnik preobrazovatelyi. Mana shu manualda juda ham parametrlari ko'p. Juda ham bu o'ziga yarasha ancha funksional hisoblanadi. Bunda PID rejim ham bor, Modbus ham bor. Ancha ham kundalik hayotimizda deyarli 90% joylarga bemalol qo'llansa bo'ladigan salohiyatga ega chastotnik. Lekin biz hozir bu birinchi darsimizda nima? Ilk ulanish va bazaviy sozlamalarni qilishni ko'rib chiqamiz. Mana bu aynan 8-gruppada parametrlarni bu yerda gruppalari bor, juda ko'p. 8-gruppada berilgan. 8-gruppada. Ya'ni nafaqat bu brend, boshqa u Schneider bo'ladimi, ABB'mi, Danfoss'mi, umuman hamma chastotniklarda eng birinchi qilinadigan ish nima bo'ladi? Eng birinchi qilinadigan ish mana buni tanishtirish. Chastotnikka o'ziga ulanib turgan motorni tanishtirishdan boshlanadi. Tanishtirib qo'yilsa, keyin shunga qarab muomala qiladi bu. Bu bilan shunga qarab gaplashadi, ya'ni obrazni. Uning uchun bu tanib olish kerak. Bunga ulanayotgan motor, chunki har doim ham 11 kilovat ulanavermaydi. Nega tanishtirish kerak deyapmiz? Mana masalan shu holatimizda chastotnik 11 kilovat, lekin dvigatel 7,5 kilovat. Balki 4 dur, balki 5,5 dur. Demak, nima qilish kerak? Chastotnikka buni tanishtirish kerak. 11 kilovat bo'lganda ham, hattoki 11 ga 11 kilovat bo'lib turganda ham mos nima? Оборот 1000 оборотli motor bo'lishi mumkin, 1,5 ming оборотli, 3000 оборотli, 1000 оборотli motorni xalastoy toki boshqa. 1,5 ming оборот motorlarda xalastoy tokini o'zi boshqa, 30% yuklanganda toki boshqa, umuman nominal toki har xil bo'ladi. Оборотni nominal toklarga ta'siri bor. Shuning uchun nima qilinadi? Ulanishi bilan birinchi qilinadigan ish dvigatelni chastotnikka tanishtiriladi. Qara, senga mana shunaqa xarakterga ega dvigatelni ulab qo'ydik. Shunga qarab muomala qilgan. Shularni nazarda tutib, mana bu yozuvlarni nazarda tutib gaplashgan bu bilan va himoya qilgan kerak bo'lsa. Avariyalarni o'ta yuklanib zo'riqayotganini ham shundan biladi-da. Shu tanishtiruvdan keyin biladi. Demak, mana shu aynan U-Power brendida 8-gruppada ekan. 8-gruppada. Demak, 8-gruppaga kiramiz. Uning uchun mana bu yerda alohida ajratib qo'ygan ko'k qilib
mana shu programmalashtirish, sozlash degan ma'noda shuni qisqa qilib mana PRGM deb program so'zini qisqartmasini yozib qo'ygan. Shuni davomli, bitta emas, davomli bosib turamiz. Mana F0-gruppadan boshlandi. Bizga 8-gruppa kerak. Mana strelka yuqoriga pastgadan ko'taramiz. Mana 8-gruppa, yana bosamiz. Kompyuterimizdagi Enterga o'xshagan knopka. Mana yana bosdik, 8-gruppaga kirdik. 8-gruppani 00-parametr. Mana bu yerda 00-parametrda mana kitobi bor, hammasini tushuntirgan. Rejim управления двигателем. Mana shu dvigatelni tanishtiruvchi bo'ladi. Ilk qilinadigan ish. F800 da demak, dvigatelning nominal quvvati. Nominal quvvatni nega so'rayapti? 11 kilovat bo'lgandan keyin 11 bo'ladi degan gap yo'q. Uni aytdimi? 11 kilovatga mana bizning holatda 7,5 kilovat ulanyapti. Har doim ham o'ziga teng, o'zidan kichkinani ham tortib beraveradi. Kichkina ulanishi mumkin. Shuning uchun demak, nima qilamiz? Kiramiz ichiga. Demak, zavodskoy 11 bo'lgani uchun 11 da turadi. 7,5 ga tushirishimiz kerak buni. Mana bu botlik strelka nuqtani bu yog'iga ham o'tkazadi mana. Mana tezroq tushirish uchun buni demak mana 7 qilamiz. 7, buni 0 qaytib keladi yana. Mana 7,5 kilovat bo'ldi. Keyingisiga o'tamiz. F801 nominal kuchlanishi 380. Bunga tegmaymiz, o'zi 380 turadi. Keyingisi F8 ni 02-podpunkti. Nominal toki. Mana bu muhim. Mana 17 amper da turgan ekan, bizdachi nominal tokimiz 15 amper ekan. 15 ga qo'ydik. Yana program. Keyingisi 03-si chastotasi odatda 50 turadi. Mana bunga tegmaymiz. O'zi 50, zavodskoy ham 50 turadi o'zi. Bo'ldi. Demak, mana shu bazaviy u qolganlari demak oboroti bor ekan mana. Mana bu strelkalardan orqaga qaytish mumkin. 1400, 1,5 mingtalik oborot ekan. Bizanikichi, bizaniki ham 1,5 ming ekan. Bunga ham tegmaymiz. 1460, 1480, 1,5 ming bu bitta narsa hammasi. Yo, mani motorimning shilligiga aynan 1,5 ming yozgan ekansiz, xohlasanglar 1,5 ming qilib qo'yaveringlar. Mana shu 1,5 minglikga teng kuchli narsa shu. Demak bo'ldi. Mana shu bazaviy sozlash mashi bo'ladi. Ilk tanishtiruv marosimi deymizmi? Mana bunga o'zi boshqarib turgan motorni tanishtirib chiqdik. Ana endi bu nominal tokini bilib oldi, buni oborotini bilib oldi, buni quvvatini bilib oldi. Ana endi shunga qarab muomala qiladi. Shunga qarab bu zo'riqayotganini biladi. Chunki zavodskoy ustavkada 11 kilovatda qolib ketsa, bu 7,5 bo'lsa, mana shu sozlamalarni qilmasak nima bo'ladi? Motor 15 amperdan oshadi-da, zo'riqishni boshlayapti, lekin bu nima qiladi? 11 kilovat uchun normal bu deydi. Bu tok katta emas, motor qizimayapti buni. 11 kilovat turibdi-da ustavkasida. Nima qiladi? Motorni kuyguncha qarab turadi, tomoshabin bo'lib, motorga ziyon yetkazib qo'yishi mumkin. Shuning uchun albatta tanishtirish kerak. Bu bilishi kerak. Mana bu ulanib turgan motor qanaqa parametrli motor bilan muomala qilyapti, boshqaryapti, bilish kerak. Mana tanishtirib chiqdik. Demak, yana shu programni davomli bosib demak, mana chiqib ketamiz. Xo'p, mana bu chastotani ko'rsatib turibdi, mana bu tokni ko'rsatib turibdi. Boshqaruv panelining o'zidan mana bazaviy sozlamada shart emas bu knopkaga qanaqa ulayman, potentsiometrga qanaqa ulayman. Boshqaruv panelining o'zida ham boshqarish yoquv turgan bo'ladi. Zavodskoy nastroykada. Mana ranni bosamiz. Birdan ventilyator yoqdi. Chunki motorni boshqarishni boshlaganda tranzistorlar ishlaydi. U
birdan mana ventilyatsiyani yoqdi. Endi ko'taramiz. Mana shundan ko'tarsa bo'ladi. Balga e'tibor qiling. 4 Hz chastotada ishlayapti mana. Sekin oshirish mumkin buni. Toki 508 amperga chiqdi, 16 Hz ga chiqdi. Mana bemalol, demak. Ana endi motor yaxshi tanib olgani uchun valiga ilingan mexanik nagruzka, shkiv, remendur, reduktorda nimadir ko'tarayotgandir tepaga, bir mexanizmlarni ishlatib turgandir. Podshipnigi buzilib, zo'riqib, nimadir bo'lib, toki oshishi bilan bunga tanishtirildi-yu buni toklari. Nima qiladi? Darrov motor zo'riqyapti deydi, darrov o'chirib qo'yadi. Mana shu demak ilk bazaviy ulanish hisoblanadi. Endi biz buni shitni ichiga o'rnatamiz. Noqulay ekan u endi bazaviy sozlamada qo'limizni ochib, shitni ochib, mana bu yerda shinalar turadi, shitni ichida xavfli kuchlanish bo'ladi. Qo'limizni tiqaramizmi? Ishchilar ha deb shitni ochaveradimi? Shu tomoni noqulay desa, yo'q, noqulay emas. Mana bu yerda demak panelni nima qilish mumkin? Bemalol olib o'zini mana bunaqa qo'shimcha aksessuar simi chiqadi. Nima? Mana shu portni uдлинитель xolos, oddiy narsa, uдлинитель. Bir tomondan bunga kiradi. Ikkinchi tomondan kalitiga e'tibor qiling. Bir yog'ini bo'rttirib qo'ygan, teskari tiqishni imkonsiz qilib qo'ygan. Xavotir olmang. O'zi xato qilish imkoni yo'q, kalit bor, teskarisiga tiqa olmaysiz ham. Mana demak bemalol shittingizni qalinligi qanday odatda mana buncha bo'ladi. Orqasiga o'rnatilgan bo'lsa eshigi. Bundoqdir, bemalol eng qalin shittingizda ham nima? Bemalol karabadan tiqib olib borib mana shitni yuzini mana shu razmerda kesib, mana buni o'zining tillari bor, o'rnatib qo'yasiz. Bemalol demak nima? Shitni ustidan boshqariladi. Bu qo'lni ha deb shitni eshigini ochib, xavfli kuchlanish shinalari turgan joyga qo'lini tiqirish kerak emas. Ishchilar masalan, odatda ishchilar bosib o'chiradi. Buni operator, stanovga qarab turgan ishchilar. Ularni har doim ham elektrik malakasi bo'vermaydi. Ular elektrik emas. Shuning uchun ha deb shitni eshigini ochib, qo'lini tiqish asli yomon narsa. Mana buni imkonini berdi. Mana shu bazaviy ilk ulanish. Shuni o'zi bilan ham mana juda ko'p joylarda bir 50-60% joylarda faqat bazaviy ulanishda ishlab turibdi motorlar. Hech qanaqa PLKga matbaz mana bu RS 485 vihtlar bilan bu Kenopenga o'xshagan protokollar bilan ishlamayapti. Oddiy bazaviy turibdi. Oddiy bir motorni yoqish kerak, o'chirish kerak. Nasosni yoqish kerak, o'chirish kerak. Shuni o'ziga mana shu qilgan videoyimiz kifoya qiladi. Bo'ldi. Shuni o'zi bilan butun qilib yurgan ishinglar, ko'chadagi sexlar bo'ladimi, ishlab chiqarishlar bo'ladimi, 50% ga o'zingizlar o'rnatib bersanglar bo'ladi. Mana shu videoni o'zi bilan. Ilk 8-gruppaga qilib motorni shilligini olib to'g'ri tanishtirib qo'ying, bo'ldi. Yoqing, o'chiring. Yashil yoqadi, xuddi start-stop knopkadek. Mana bu ko'taradi, оборотni tushiradi. Bo'ldi. Shu videoni o'zi kifoya qiladi. Butun ishlab chiqarish ko'chadagi uchrayotgan voqelikdagi hodisalarni 50% ga. Chunki oddiy boshqaruvda turibdi o'sha joylarda. Demak, va bundan buyon nima qilish kerak? Albatta dvigatel bor joylarda chastotnik orqali o'rnatishni tavsiya qilish kerak. Shuni keng targ'ibot tashviqotini olib borish kerak. Nimaga? Bir paytlar bular o'ta qimmat edi. Rostdan ham juda ham qimmat edi. Shu arziydimi shu ishga shuncha pul deb oddiy kontaktor usulida yoqib o'chirilardi. Hozir bular anchayin narxi, xususan mana shu U-Power chastotniklarning ham narxi ancha hamyonbop.
rasmiy do'konlardan qiziqib so'rashingiz mumkin. Servisi ham yo'lga qo'yilgan. Kafolati ham bor. Nima? Birgina shuni o'zi bilan qarang. Bitta faza mana bu 3 fazali dvigatellar nima bo'ladi? Bitta faza yo'qolib qolsa, o'chib qolsa, nima bo'ladi? Kuyib ketadi. Bitta faza yo'qolishidan ham zashita bor ichida. 3 ta faza bo'lsa-da, yo'qolmagan bo'lsa-da, ularni bir-biridan keskin farq qilishi, bittasi 220, bittasi 190 bo'lib yotibdi, bittasi 170 bo'lib yotibdi mana. 3 ta faza bor, yo'q emas, lekin bir-biridan keskin farq qilib turibdi. Mana buni asimetriya deymiz. Asimetriya ham motorni buzib qo'yadi. Vibratsiya qo'zg'ab. Asimetriyaga ham qaraydi. Yuklanishiga, zo'riqishiga qaraydi. Hattoki motor qiziyotganini o'zini ichki hisob-kitoblaridan, toklarini o'zgarishidan motorni badani qiziyotganini ham biladi. Ya'ni shuni o'rnatasiz bo'ldi. Mana bu yerda kirishida bitta avtomat o'chirgichi bo'ladi. Bo'ldi, mana shu. Boshqa hech narsa kerak emas. Hech qanaqa XG3, teplovoy relay yoki boshqacha relay, bundan himoya, motori teskari aylanib ketishidan himoya. Hammasi shuni ichida bor, встроенный, hammasi. 3 в 1, 4 в 1, 5 в 1 bo'lib turibdi. Shuni qo'yasiz bo'ldi, unutasiz. Va qolaversa, pusk toklari bunda yo'q. Chastotnikda pusk toki bo'lmaydi. Ampermetr agar o'rnatib qarang, mana ampermetr o'zida ham bor. Aytgancha mana ampermetrni qarang, hattoki katta chastotadan 50 Hz yoqaman. Oddiy sxemalarda kontaktor orqali qilingan sxemada 50 Hz yoqishingiz bilan qanaqa pasatga berib katta qo'zg'ab yuboradi. Buni qarang tokini. Sekin oshib kelyapti. 0 dan boshlab ko'tarildi tok. Hech qanaqa birdan sapchib 100 amper bo'lib ketdi. Ampermetr strelkalari mana bunaqa sapchib urilib ketadi tok kattaligidan. Mana shunaqa narsalar chastotnik umuman pusk toksiz qo'zg'atadi. Eng zo'r foydali tomonlardan biri. Pusk tokisiz qo'zg'atadi. Va nima? Anchayin resurslarni ekonom qilishga ham olib keladi. Katta оборотda aylanish shart bo'lmagan joylarda sekin aylantirib qo'yasiz. Suv nasoslarini ham sekin o'sha suv, yetarli suvni haydaydigan qilib aylantirib qo'yasiz. Elektr energiyani sarfi kamayadi, podshimilar uzoqqa boradi sekin aylangandan keyin va hokazo. Juda ham foydali narsa. Barchaga tavsiya qilib qolaman. Mana bazaviy ulanishni ko'rib oldingiz, qiyin emas. Mana shu 8-guruhni ochib olsangiz bo'ldi. Shu yerdan qarab turib, demak F800 ga moshinisini aytar ekanmiz 7,5 kilovat. Mana shularni berib, 4 ta narsa o'zi. Quvvat, оборот minut, nominal tok va ishchi kuchlanishi. Shuni berib qo'ysangiz bo'ldi. Bo'ldi, shuni o'zi bilan ishingiz bitadi. Motorni yurg'izib, obyektda egasiga tushuntirib ketasiz bo'ldi. Demak, mana shu kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Yana keyingi videolarda ana endi biroz murakkab ulanishlari, mana bu yerda kitobida namuncha qalin bu. Voy, biz bittagina 8-guruhni ko'rib chiqdik. Bu yerda F7 bor ekan, 5-guruh, 4-chi, 2-chi, 1-chi, mana bu yoqqa shuncha varroq. Bu hammasi funksional. Shuncha ishlar qiladimi? PID rejimi bormi? Mana bitta sekin-sekin boshqa punktlarni ham yana ham murakkab usulda ulanadigan joylar bo'lsa, mana PID rejimlarini ko'rib chiqamiz. Matbas orqali boshqarish masofadan. Mana bu panellanmasda endi. Yo'q, men faqat start stop knopka va potentsiometrdan qilmoqchiman. Umuman mana bu sim yetmaydi. Men uzoqqa borib o'tirgan xonamdan boshqarmoqchiman desa, ana ularni ko'rib chiqamiz. Bitta hammasini sekin-sekin ko'rib chiqamiz. Hamkasblarga ulashib qo'ying. Qo'shimcha savollar bo'lsa, kommentariyalar ochiq. Yozing savollarni. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.